haqiqiy legenda kelib qoldi. Hozirdan bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi-yu. Bilasizmi bunda? Mana degan prezidentlar ham, mafiyalar ham yurgan. Rosa kasım limuzin bo'yatibdi. Qattan topaman shunaqa modellarni, bilmayman bor-ku. Agar siz podvolingizga yana bir noyob mashinalarni qo'shib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bosib yuborishingiz kerak ekan, hoji aka. Mana degan zamonaviy mashinalarni haydadingiz. Komfort, uje sizga yengil emas. Mana yengil. Hech kimdan topa olmaydigan modelingiz. Chayka, shunaqangi uzun apparat ekan. Voy, 5 litr motor ekan. Mana buni qarang, zo'ra balonni yopib turadi krilolari. Voy dod, hamma gap buni salonida. Bismillah, bitta chiqamiz. Buni kengligini ko'rsangizcha. 3 qatorli va bitta ofitsiant, xizmatkorlaringiz o'tirib sizga uno momento cappuccinolarni damlab berishadi. Voy, mazasini. Buni trivatnomi ham chiqqan. Hozir sezoni. Bir korobka 100 ga olib kirib qo'ying yoki kafelaringiz bo'lsa, maza qilib shundan sotsangiz bo'ladi. Uno momento. Hamma biladi-yu. Chaykani ham hamma biladi qanaqa modelligi. Lekin hammada ham yo'q, afsuski. Mana buni qarang. Knopkalar. Rostagaz noyob apparat hisoblanadi. Bitta like bosib, maksimum yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Mana qarang. Pensioner, pensionerlargacha bor ekan bu mashina. Knopkalariga maza qildim. Skorstlari ham avtomat ekan. Gap yo'qmi? Bunaqa mashina sotuvda yo'q. Bu yaxshigina tayyorlangan, tiniq turibdi qarang. Bilasizmi? Rostagazim legenda hisoblanadi. Kolleksionerlar menimcha bittada podvolga garajga tiqib qo'yish uchun ham yoki osh boshlagan. Birro, ikkita kachok, bolalaringiz ortidan unda tushib kelishingiz uchun ham bosib yuborsangiz bo'lar ekan. Xullas, bu mashinaning narxi yo'q, juda qimmatga o'zi etilgan. 70 ming dedilar. Ramallam 60 deb turib, qalblariga qo'l solib 49 minglarga menimcha boy puli bor hojiga risk qilib bosib yuboradi deb 49 mingga ko'ndiroldik. Va kelib ko'rib, baraka qilib, podvolingizga qamab qo'ying. Baribir servisning joylariga haydab borib keladi.